Mikroskop ostidagi kolbasa va ko'rinmas fil. Mullokratsiyaning eng kulgili va ayni paytda eng fojiali odati bu ularning ximiyaviy taqvosidir. Tasavvur qiling, ular do'konga kirib, kolbasaning yoki pechenyening orqasidagi mitti harflarni lupa bilan o'qishadi. Qani, bu yerda E471 stabilizatori bormikan? Jelatin qanaqa hayvondan olingan? Spirtning 0,001% izi ham yo'qmikan? Ammo shu kolbasani ishlab chiqargan zavod ishchilariga oyligini vaqtida bermasa, zavod chiqindilarini esa mahallaning arig'iga oqizib, ekologiyani vayron qilsa, bu ularni umuman qiziqtirmaydi. Ularning oldidan iqtisodiy va ijtimoiy adolatsizlik degan ulkan fil o'tib ketadi, lekin ular ko'rmaydi. Chunki ko'zlari mikroskopga yopishib qolgan. Qur'ondagi halol konsepsiyasi bu avvalo haqqoniy mehnat, birovni aldamaslik va jamiyatga zarar keltirmaslikdir. Mullokratsiya esa uni shunchaki gastronomik shtampga aylantirib qo'ydi. Ular uchun odamlarning haqqini yegan, lekin ustida halol yozuvi bor kolbasani yeb yurgan odam ideal musulmondir. Galaktikalar yaratuvchisining VIP qo'riqchilari. Mullokratsiyaning yana bir dahshatli psixozi bor. Ular o'zlarini Allohni va islomni VIP охранниклari, ya'ni tansoqchilari deb his qilishadi. Birorta yosh aqlli yigit chiqib, nega tarixda mana bunday mantiqsizlik bo'lgan deya savol bersa, mullalar darhol vahimaga tushadi. Ular savolga ilm bilan javob berish o'rniga klubning qo'riqchilaridek agressiyaga o'tadi. Jim, bunday savol berma. Dindan chiqib ketasan. Iymoning kuyadi. Koinotdagi milliardlab galaktikalarni, qora tuynuklar va kvant fizikasini yaratgan mutlaq qudrat egasi bo'lgan zot kalta shim kiyib olgan 3-4 ta agressiv odamlarning himoyasiga muhtojmi? Allohning mantig'i shunchalik zaifmiki, bitta maktab o'quvchisining savolidan sinib qolsa. Yo'q. Mullokratsiya aslida Allohni emas, o'zini jaholatini himoya qilyapti. Chunki savollar ularning biznesiga va obro'siga bolta uradi. Steril issiqxona va ma'naviy spid. Nega inkubator hamma narsani, musiqani, san'atni, falsafani, zamonaviy kitoblarni taqiqlashga harakat qiladi? Buning juda oddiy biologik sababi bor. Tibbiyotda ma'lumki, agar bolani tug'ilganidan boshlab har xil mikroblardan asrab, mutlaq steril, ya'ni toza issiqxona parnikda katta qilsangiz, uning immuniteti shakllanmaydi. Uni ko'chaga olib chiqishingiz bilan oddiy shamol yoki chang ham uni o'ldirib qo'yadi. Mullokratsiya insonning miyasiga tafakkur va mantiq, ya'ni immunitet urug'ini ekish o'rniga uning atrofiga taqiqlar issiqxonasini qurdi. Natijada ularning muxlislarida ma'naviy spid, ya'ni immunitet tanqisligi paydo bo'ldi. Bunday odam internetga kirib, ozgina boshqacharoq fikrni yoki ilmiy maqolani o'qisa, darhol depressiyaga tushadi yoki radikal bo'lib ketadi. Chunki unda ma'lumotni hazm qiladigan va analiz qiladigan immuniteti yo'q. Ular o'z iymonlarini shunchalik zaif deb bilishadiki, uni faqat zulmatda saqlabgina tirik olib qolish mumkin deb o'ylashadi. Agar navbatdagi muhtasib kelib, qo'lingizdagi mahsulotni tarkibidan kir qidirsa yoki birorta ilmiy maqola o'qiganingiz uchun sizni adashishda ayblasa, mana bu hazilomuz, lekin o'ldiruvchi javobni yuziga yopishtiring. Siz islomni buyuk ijtimoiy adolat tizimidan olib, oddiy sanepidemstansiya va qorovulxonaga aylantirib qo'yibsiz. Sizning lupangiz kolbasadagi molekulani ko'radi-yu, lekin o'sha kolbasani ishlab chiqargan odamning poraxo'rligini va ishchilarni xo'rlaganini ko'rmaydi. Siz Allohni osmonga qamab olib, o'zingizni uning VIP qo'riqchisi ekaningizga ishonib qolibsiz. Men o'zimni steril issiqxonaga qamab, immunitetsiz zombiga aylanmoqchi emasman. Menga mahsulotning orqasidagi shtamp emas, jamiyatdagi real adolat va miyamdagi sog'lom tafakkur muhimroq.
Qorovullikni davom ettiring. Biz esa koinotni o'rganishga ketdik.